Jannatda uxlamaysiz. Uxlamaysiz u yerda. Jannatda birodarlarim, hech qachon qarrimaysiz, hech qachon charchamaysiz, hech qachon zerikmaysiz. Bu faqat sof bo'lgan baxt. Tuganmas, abadiy Alloh tayyorlab qo'ygan. Jannatda ro'za bo'lmaydi. Jannatda namoz bo'lmaydi. Jannatda tahorat bo'lmaydi. Jannatda ibodat bo'lmaydi. Hech narsa, hech qachon bulardan birontasini takrorlamaysiz. Jannatda silliq qilib soqolingiz olingan bo'ladi. Hech qanaqa soqol qo'yapsizmi buni? Bu jannatda bo'lmaydi. Kuta olmayman. Allohga qasam, kuta olmayman. Yo'q, qarang, bu sunnat. Allohga qasam, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini yaxshi ko'raman.